Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Hörmetli qarindoshlar, menga maarif ve kimlik haqida so'zlab berish taqsim qilingan ekan. Bu haqda ozroq binasiga tayyorlik qildim. Buni qisqartgan holda, ixcham holda shuni so'zlamoqchi. Maarif başdan ahir terbiye jarayoni. O faqatla bilim berish yoki biror kasb egasi qilib yetishtirish quroli emas. O eng avval kimlikni avloddan avlodga yetkazadigan ko'rikdir. Maarif orqali bir jamiyat o'zining tilini, dinini, tarixini, adabiyotini ve axloqiy qimmat qarashlarini yangi avlodlarning qalbiga singdira oladi. Maarif kimlikning qo'g'duvchisi va shakllantiruvchisidir. Kimlik bo'lsa, bir insonning yoki bir jamiyatning "Men kim?" degan savolga bergan javobidir. Kimlik tuyg'usi kuchli bo'lgan jamiyatlarda o'zaro ishonch, birlik va samimiyat yuqori bo'ladi. O'z kimligiga varislik qilgan shaxs o'zi yashayotgan jamiyat oldida mas'uliyat his qiladi. Milliy kimlik insonga mavjudlik tuyg'usi berish bilan birga uni qarindoshlarga, jamiyatiga kuyinishga yetaklaydi. Kimligi axloqiy prinsiplar bilan sug'urilgan insonlarda kechirim qilish, o'zaro yo'l qo'yish va qiyinchiliklarga birlikda taqobil turish ruhi yetiladi. Bu xil ruh ijtimoiy ziddiyatlarni yumshatib, taraqqiyotga obdan muhit hozirlaydi. İctimai taraqqiyot axloq, fazilat, adolat, huquq, mas'uliyat eng yuqori bo'lgan bir jamiyat andizasining o'ttirg'i chiqishi deganlikdir. Maarif jamiyatni zamonaviy bilim ve iqtidor bilan ta'minlasa, kimlik shu boylik va fan texnikining to'g'ri, adil, axloqiy yo'nalishda ishlatilishiga kafolatlik qildi. Chunki axloqiy tarafdan nazorat qilinadigan har qanday ilm-fan gumrohlikka olib boradi. Olimlar deydiki, dunyolik uchunmi ilm kerak, oxiratlik uchunmi ilm kerak, dunyolik va oxiratlik har ikkilisi uchunmi ilm kerak. Demak, ikkili olamda baxt, saodatlik va huzurli hayotga ega bo'lish uchun albatta ilm kerak. Mustamlikadan, asoratdan qutulib, mustaqil, hur, ozoda yashash fursatiga ega bo'lish uchunmi albatta ilm kerak. Ilm-fan bilan qurollanish orqali kuchli bo'lg'ili bo'ldi. Kuchli bo'lganda o'z o'zimizga xo'ja bo'lg'ili bo'ladi. O'z o'zimizga xo'ja bo'lganda mavjudligimizni saqlab qolg'ili bo'ladi. Shunga o'qish, o'rganish biz uchun tanlash emas, balki farz va qarzdir. Maktab ilm beradigan sistemalik markazdir. Bu markazda bolalar ilm tahsil qilib qolmasdan, balki o'zining shaxsiyatini yetildirish, jamiyatga tayyorlanish degandek ko'p taraflamalik yetishib chiqadi. Maktab bolalarning oiladan chiqib, maktab bilan jamiyat bilan uchrashadigan tunji maydoni. Balalar maktabga berish orqali o'zining talantini va qobiliyatini o'ttirg'i chiqardi. Shunga balalarni maktabga berish intayin muhim. Balalarni maktabga berish har bir ota-ona uchun tanlash emas, balki majburiyat. Chunki maktablar ilm beradigan joylar bo'lib, ilm shaxslar va jamiyat uchun haqiqiy hayotlikdir. Her bir millet o'zining arzu-armonlarini faqat ilm bilan amalga oshira olgan va tushkunlikdan taraqqiy qila olgan. Chunki ilm taraqqiy qilishning va kuchli bo'lishning qurolidir. Bizdagi maktab hukumi. Vatanimiz Sharqiy Turkistonda kommunist rejimi davri surganligi uchun maktablarda ateizm tarbiyasi o'qitiladi. Odam maymundan kelgan deb dinsizlik darslari o'tiladi. Shunga musulmon xalqimiz bolalarni maktabga berishni xohlamaydi. Bergandimi majburiy holda beradi. Nurg'unlari orqa ish qilib bo'lsa-mu pul xarjlab bolalarni maktabdan chiqarib oladi. Mahallalarda az sonda yoshurun madrasalar bo'lib, bolalarga iymon, islom o'rgatishni xohlagan ota-onalar ularni shu madrasalarga olib beradi. Madrasalardagi ustozlarmi iqtidorining yetishicha bolalarga eng tez vaqtda ko'p diniy bilim o'rgatib olishga tirishadi. Shunga ona vatanda maktabdan madrasa albatta afzal edi. Endi ona vatandan ayrilib chet elga tarqalgandan keyin chet ellardagi maktablarni xalqimiz ko'rdi va bu maktablarda ona vatandagidek ateizm darslari o'qitilmaydiganligini, hatto haftada bir qancha soat diniy darslarning o'qitilganligini
Bilgan bo'lsa-mu, yana nurg'un kishilar buni bilmaganlikdan chet ellardagi, hatto Turkiyadagi davlat maktablarini ona vatandagi kommunist maktablarga o'xshash ko'rib, bolalarini davlat maktablariga berishni qochirib kelmoqda. Hatto ba'zi kishilar Turkiyadagi davlat maktablarini tog'utning maktablari deb qaramoqda. Bu haqiqatan eng ichinishli ahvol. Chet ellardagi davlat maktablari, dunyoning har qaysi joylaridagi davlat maktablari kommunist davlatlardagi maktablarga tubdan o'xshamaydi. Chunki bu maktablarda otizm darsligi o'qitilmaydi, dinsizlik tashviq qilinmaydi. Faqatla falsafa yoki dinlar tarixi darsliklarida otizm qatorliq ideologiyalar haqida umumiy ma'lumot beriladi xolos. Turkiya, Finlandiya va Germaniya qatorliq davlatlarning davlat maktablarida boshlang'ich maktabdan to'liq o'rtani bitirgunga qadar o'quvchilar islomiy darsliklarni o'qiydi. Ya'ni har millat o'zining diniy darslarini o'qiydi. Chet ellardagi madrasalar, musulmon davlatlarning hammasida islomiy madrasalar bor. Hatto musulmon emas davlatlarda yashaydigan musulmonlar bor joylardami islomiy madrasalar topiladi. Masalan, Amerika, Avstraliya, Kanada, Yevropa davlatlari qatorliqlarga o'xshash. Bu madrasalar bolalarga aqida, ibodat, axloq, Qur'on o'qishni o'rgatish degandek darslarni beradi va ba'zi bolalarga Qur'on Karimni to'liq yodlatadi. Madrasalar asosliq axloq, e'tiqod va kimlik tarbiyasiga bakroq ahamiyat beradi. Ma'naviyat va axloq bolalarning o'z kimligini tonishi, adab axloqliq bo'lishi va ma'naviy qimmat qarashini tiklashida muhim rol o'ynaydi. Uningdan boshqa bolalarga o'z tili, tarixi, an'anasini sistemalik o'rgatish fursatimi yaratib beriladi. Xulos qilganda, bolalarning zamoniy davlat maktablarida o'qishi ularning ilmiy safosini o'stirib, kelgusiga puxta qadam bosishiga kafolatlik qildi. Madrasa va oila bolaning asli kimligini saqlashi, diniy va axloqiy jihatdan yetilish uchun alohida cho'ng rol o'ynaydi. Ammo oiladagi tarbiyaning o'rni hech qanday maktab bosolmaydi. Chunki oila har qanday bolaning tunji maktabi va eng muhim ta'lim tarbiya markazidir. Majburiy ma'arif. Majburiy ma'arif davlat tarafidan qonun bilan bekitilgan, ma'lum yoshdagi har bir bolaning jazman elishi kerak bo'lgan eng tuvan ma'arif saviyasidir. Bu tuzum bolalarning ma'arif huquqini qo'g'dash va jamiyatning savodliq bo'lishini kafolatga ega qilish uchun yo'lga qo'yilgan. Majburiy ma'arif davridagi bolani maktabga avatmaslik ko'pincha davlatlarda qonunga xiloflik sanaladi. Ota-onalar bolasining maktabga berishiga mas'ul bo'ladi. Davlat bo'lsa maktab, muallim va darslik bilan ta'minlashga mas'ul bo'ladi. Davlat odatda majburiy ma'arifni haqsiz ta'minlaydi. Bu orqali iqtisodiy qiyinchiligi bor oilalarning bolalarimi o'qish fursatiga erisha oladi. Majburiy ma'arif davlat uchun emas, balki o'zimiz uchundir. Majburiy ma'arif qonuniy majburiyatlar emas, balki insonning o'z hayotini ahamiyatli va mustaqil o'tkazishi, turmushini kafolatlantirish uchun tub asosdir. Majburiy ma'arifning shaxs uchun zarurligi tuvandagi nuqtalarda bilinadi. Birinchi, aqliy va ma'naviy uyg'onish. Ma'arif insonning tafakkur qilish iqtidorini o'stirdi. Kichik yoshdan boshlab sistemalik bilim olgan shaxs dunyoning qonuniyatlarini tushunadi. Har bir masalani aql so'zguchidan o'tkazishni o'rganadi. Ikkinchi, ijtimoiy huquq va o'z-o'zini qo'llash. Bilimsizlik ko'pincha ahvollarda ojizlikni keltirib chiqaradi. Majburiy ma'arif bosqichini tamomlagan shaxs o'zining qonuniy huquq majburiyatlarini biladi. Aldanishga yoki zulmga qat'iy yo'l qo'ymaydi. Jamiyatning aktiv bir a'zosi sifatida bir kishilik hassasini qo'sha oladi. Uchinchi, iqtisodiy mustaqillikning birinchi qadami. Bugungi dunyoda savodsiz yoki ma'arif tarbiyasi ko'rmagan kishining muqim va kafolatlik bir xizmat tepishi, o'zi mustaqil ish qilgandimi taraqqiy qildira olishi tez. Chunki ma'arif shaxsga turmush kechirish uchun zarur bo'lgan asosiy mahoratlarni o'qish, yozish, hisoblash, plan tuzish qatorliqlarni o'rgatadi.
Onundan başqa yana kelgüsüdə kəsbi texnika yoki oliy bilim elish uchun pələmpəylik rolunu oynaydı. 4-cü, əxlaq və məsuliyyətçanlıq. Məktəb faqat bilim beradigan joylar emas, balki kollektiv turmushini, boshqalarni hurmatləşni, beg'ishlashni, o'zininkini bilishni və ko'plagan ijtimoiy əxlaqni o'rgatadigan joy. Məktəblərmi ma'sum emas. Mayli dunyoning qandaqla yerida bo'lmasin, din və əxlaq fazilatni qural qilmagan maktablarning farzandlarimizga iymon, əxlaq, fazilat və qimmat qarashlarni berilishi mumkin emas. Onun ustiga bundaq maktablarda islom aqidasiga, axloqqa va musulmonlardagi qimmat qarashlarga zid keladigan iqim va ta'sirlarning bo'lishi tabiiy ahvol. Ammo darsliklarga oz bo'lsa-mu diniy va axloqiy darslarni kirgizgan maktablarning ahvoli yanada boshqacha bo'lishi mumkin. Turkiyadagiga o'xshash din va axloq darsliklari bor maktablarga qaraydigan bo'lsak-mu, bu maktablarning darslik programmasi intayin yaxshi tuzilgan bo'lsa-mu, ko'p sonliq muallimlarning ilmiy va axloqiy safosi, fikr qarashi g'alati bo'lganlikdan o'quvchilarga salbiy ta'sir beradiganligi bir reallik. Undaqda qanday qilish kerak? Bolalarni maktabga berishni voz kechish lozimmi? Albatta voz kechmaymiz. Farzandlarning tunji maktabi oilasidir. Farzandlar 0 yoshdan 6 yoshga qadar oilasida bo'ldi. Bu jarayon ota-onalarga Alloh taolo ato qilgan qimmatli jarayon bo'lib, farzandlarining op-oq qalbiga iymon, islom, axloq va qimmat qarashlarni obdan yerlashtirish paytidir. Bu ota-ona bo'lg'uchilarning eng cho'ng burchi va gadalaridagi eng muhim omonatdir. Chunki maktab bolalarga bilim berganning sirtida ko'p narsalarni o'rgata olsa-mu, ularga aqida, axloq va odamiylikni berolmaydi. Uni faqat oilalar beralaydi. Shunga farzandlarni maktabga kallasi bo'sh avatmaslik kerak. Farzandlar maktabga berishdan burun ularning mingisiga o'rinlashtirib olgandan keyin ular maktabga borganda islomga zid ideyalarni anglasa-mu, iymoni tavranmaydi va ezib ketmaydi. Bu nihoyat muhim bir nuqta. Ota-onalarning bundan g'aflatda qolmasligi lozim. Har qanday bola islom fitratiga tug'iladi, uni ota-onasi yahudi qiladi yoki xristian qiladi yoki majusi qiladi degan hadisning ruhi bo'yicha aytgandimi, bu ahvolda ota-ona bolalarning dinsiz bo'lib ketishi va yo'ldan chiqib ketishidan javobgarlikka tortildi. Chunki ota-onasi yaxshi tarbiya qilolmagan bolani hech qanday oliy maktabmi tarbiya qilolmaydi. Uning ustiga Alloh taolo farzandlarning to'g'ri yo'ldan chiqib ketishiga maktabni emas, ota-onasini javobgar qilgan. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara va quduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghilazun shidad. Ey iymon etganlar, o'zinglarni va bola chaqanglarni yiqilg'usi inson va tosh bo'ladigan, rahim qilmaydigan qattiq qo'l farishtalar muakkal bo'lgan do'zaxdan saqlanglar. Shunga eng yaxshi tanlash farzandlarni davlatning sistemalik maktablariga berishdir. Bu dinimizda ikki ziyonning yenikrakini tortish deb atildi. Ammo maktabga berishdiki ba'zi xavflarni deb farzandlarni sistemalik maktabga bermaslik pitning ochiqida chaponni o'tqa solganlik bo'lib qoladi. Farzandlarning iymonidan, axloqidan mas'ul kishilar ota-onalardir, maktablar emas. Ahvol bundoq ekan, ota-ona farzandlarni maktabga avatishdan burun qilishga tegishliklarni qilsa, bolalar maktabga borgandan keyinmi o'ng'ayliqcha ezib ketmaydi va axloqiy jihatdanmi buzilmaydi. Bu ko'plarimizning beshidan o'tgan ish. Vatanda kommunizm sistemasidagi fanniy maktablarda o'qiganligimiz uchun siz va men kofir bo'lib ketmadik. Balki ota-onamiz kichigimizda yumron qalbimizga tergan iymon va axloqning urug'ini ko'klatdik. Dunyoning har qaysi yerida bo'lsak bo'layli. Bizning oramizdan iste'dodli ulamolar, ziyolilar barliqqa kelishi zarur bo'lgandek, mahoratli doktorlar, talantli yozuvchilar, iqtidorli siyosatchilar, advokatlar, kuchli egilik tikluguvchilar, ko'zga ko'ringan shaxslar barliqqa kelishi lozim. Bular faqat sistemalik tarbiya ko'rgandila an bo'ladi.
Sistemalik va diplomi e'tiborli maktabga berish. Diplom yoki o'qish bitirish guvohnomasi bugungi jamiyatda faqat bir parcha qog'ozlar emas, balki insonning ijtimoiy va kasbiy hayotida nurg'un eshiklarni ochadigan ochqich hisoblanadi. Albatta, bilim va mahorat hammadan muhim, ammo diplomning jamiyat qurilmasidagi rolini qat'iy salchoqlashga bo'lmaydi. Sizning dengizdek ilmingiz, daryodek mo'l tajribangiz bo'lsa-mu, diplomingiz bo'lmasa, siz hech qanday yerda ishingizni qila olmaysiz. Hatto mihrobga chiqib imomni qilmaydi sizni. Chunki dunyoda hamma narsa sistemlashib ketgan. To'liq kurs diplomi bo'lmasa, magistrlik yoki doktorlik unvoni olg'ili bo'lmaydi. Agar siz ilm-fan sohasida o'sishni yoki xalqaro fursatlarni qo'lga keltirishni xohlasangiz, diplom siz uchun kam bo'lsa bo'lmaydigan talabdir. Diplomning muhimligi. Diplom sizning ma'lum bir sohada bir bosqichlik jafoliq emgakingizning, sabr toqatingizning va ilmiy asosingizning isbotidir. Nurg'unlagan kasbiy sohalarga qadam qo'yish uchun diplom kerak. U har bir soha uchun kirish bileti hisoblanadi. Diplom sizga texnik yuqori saviyali xizmat fursatlarga erishish va kasbiy jihatda taraqqiy qilish fursatini yaratib beradi. Yana u sizning sistemalik tarbiya ko'rganligingizni, masalalarni hal qilish iqtidoringizning borligini jamiyatga jakarlaydi. Diplomingiz bo'lmasa, sizning dengizdek ilmingiz, mo'l tajribangiz bo'lganda-mu o'zingizni isbotlay olmaysiz va ko'zlagan sohaga kira olmaysiz. Diplom o'qigan hamma odam uchun shunchalik bak muhim. Biz Uyg'urlar uchun hammadan bak muhim. Chunki vatanimizning davosini qilish, xalqimizning og'iz zorlarini xalqi olamga bildirish orqali dunyoning qo'llashiga erishish uchun diplomliq, unvonliq azimatlarga intayin muhtojmiz. Bizning ma'arifimiz yondosh ma'arif bo'la oladi. Farzandlarimizni davlat maktablariga bergandan keyin ularni diniy ve milli cihetten yetiştiriş için çokum özümüzün medrese ve kurslarga berişimiz zörür. Qaysi devlette turaylı ahval muşundaq buluş gerek. Çünkü özümüzün medrese ve kurslarımız farzandlarimizga devlet ve mektep, devletin mektepleri birilmegenlerini, hatta ailede birelmegenlerini bireleydi. Onun üstüge Uyghur tilini saklaş için öz medreselerimizin rolü intayin çoğun. Medreselerini qat'iy unutmaslik kerak. Dinda o'qitmoqchi bo'lsangiz-mu, davlat maktabi yanıla yaxshi. Turkiyada turishning eng cho'ng foydalaridan biri shuki, navoda siz farzandlaringizni diniy maktabda o'qitib, dinda olim qilmoqchi bo'lsangiz-mu, sizga bu fursat davlat maktablarida tepiladi. Türkiye'deki dini ma'arif sistemisining ikki cho'ng türüki bo'lgan İmam Hatip maktabları ve ilahiyat fakülteleri o'zaro zich bağlanışlıq bo'lib, davlatning rasmiy ma'arif qurilmasi ichida o'rin oladi. Bu ikki organning roli va farqi haqida qisqacha tushunadi. Birinchi, İmam Hatip maktabları. Bu maktablar o'rta maktab va to'liq o'rta maktab bosqichidan iborat bo'lib, Türkiye Ma'arif Ministerliği qaraydı. O'quvchilarga odatdagi fanlar, ya'ni matematika, fizika, tarix qatorliqlarni birish bilan birga Qur'on Karim, arab tili, hadis, fiqh, islom tarixi qatorliq diniy fanlarni o'qitadi. Xizmat doirasi. Bu maktabni bitirganlar, ya'ni bu İmam Hatip lisesini bitirganlar masjidlarda imomlik yoki muazzinlik qilish salohiyatiga erishdi. Mushunda qilayotgan qarindoshlarimiz natijiq. Mushu bu yilning ichida Turkiyaning har qaysi joylarga imom bo'lib ketgan bizning Uyg'ur qarindoshlarimiz intayin chiq. Bu nayt yaxshi ahvol. O'qishni davomlashtirmoqchi bo'lgan o'quvchilar universitetlarga kirib, o'qishmagan sohalarda tibbiy, qurilish, qonun, advokatlik qatorliq ilimlerde okup diplom alaydı. İkincisi ilahiyat fakülteleri. Bu oliy ma'arif bosqichi bo'lib, universitetlar tarkibida faoliyat olib boradi. O'qish muddati odatda 1 yillik arab tili tayyorlik sinfi va 4 yillik to'liq kurs, jami 5 yillik bo'ladi. İlahiyat fakültelerida tafsir, hadis, fiqh, aqida, falsafa, islom tarixi qatorliq bo'limlar bo'ladi.
Xizmat fursati. İlahiyat fakultetini bitirganlar diniy ishlar boshqarmasi Diyonatning tarkibida mufti, da'vatchi, muallim, xatib bo'la oladi. Turkiyada imom xatib maktablarida va ilohiyat fakultetida o'qib chiqib, Turkiyaning har qaysi joyida o'qituvchilik qilayotgan ustozlar, imomlik xizmatlarini qilayotgan qarindoshlar intayin ko'p. Türkiye'deki Kur'an yadıltış tüzümü. Türkiye'deki Kur'an Kerim'ni yadıltış tüzümü Türkiye Dini İşler Başkarması Diyanetinin nazaretinde elip verildiğin sistemlik bir tüzüm. Bu en'enevi yadıltış usulü bilen zamanevi akademik ölçemlerini özüge mücessemlegenlik için alayda farklı ve en ilgar tüzümdür. Kur'an yadılıştaki en ilgar usul. Türkiye Qur'on yodiltishda betning oxiridan boshlab yodiltishdan iborat o'zgacha bir usul bilan to'nilgan. Bu usul o'quvchining barliq parlarni davomli takrorlab turishiga va yodlashning zerikishlik bo'lib qolmasligiga foydalidir. Turkiyada maktabda o'qib o'tib Qur'on Karimni to'liq yodlamoqchi bo'lgan bolalar uchun bir tutash alohida programma tuzilgan. 7. sinfni bitirgan bolalar qabul qilinadi. Ular o'qishni 1 yil kechiktirdi. Bu arada Qur'on Karimni yodlab bo'lib, o'qishni 8. sinfdan boshlaydi. Bunda qilishda ular har ikki tarafdan qozongan bo'ldi. Eng tez yodlagan, eng uzun vaqtda yodlagan bolami 24 oyda cho'qim yodlab bo'ldi. Shunday yodlab bo'lolmaydigan bolani zaten olmaydi onunga. Endi madrasa usulini davomlashtirish kerak. Madrasa usuli Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning zamonidan ta hozirga qadar diniy ilmlarni yetkazib kelgan eng qadimiy va eng voz kechilmas, eng ishonchli ilm markazlaridir. Oilada, maktab va kurslarda islomning aqida, ibodat, axloq, halol harom qatorliq asosliq bilimlarini bilib olgandan keyin yanada ilgirlab dinda olim bo'lishni xohlagan yoshlar uchun madrasa usuli haqiqatan yaxshi bir usul. Biz madrasa madaniyatimizni davomlashtirishimiz kerak, undan qat'iy behojat bo'la olmaymiz. Qur'on Karimni yodlash diniy bilimlarni o'rganishga kirishning birinchi qadami. Qur'on Karimni to'liq yodlab bo'lib, diniy ilmga kirgan o'quvchilar haqiqatan nihoyat yaxshi bilim ola oladi. Ularning yo'li shunchalik pek ochildi. Ammo har qanday bir bolani Qur'onni yodlaysan deb majburlashga bo'lmaydi. Chunki bizdeki ko'p Uyg'urlarda men Qur'onni yodlayolmagandim, men yodlayolmaganligim uchun bolam yodlasin, sen yodlagin deb maktabdan ajratib akirib madrasaga olib boradigan ishlar bor. Agar endi sizning mi orzuyingiz bor, bolaning mi orzusi bor, bolaning yodlash qobiliyati, talanti bor bo'lsa, bolami rozi bo'lsa, uni Qur'on yodlatib, uni to'xtatib qolmay, Qur'on yodlatib bo'lgandan keyin diniy ilmlarni o'qitib, dinda olim qilsangiz bo'ldi. Agar u bolada yodlash qobiliyati tuvan bo'lsa, u balını başqa sohaga berish kerak. Masalan, har qanday insonda Alloh taolo yaratgan talantlar bo'ldi. Ba'zi insonlar ijtimoiy fanga mahir bo'ldi. Ba'zi insonlar tabiiy fanga mahir bo'ldi. Ba'zi insonlar yodlashga usta bo'ldi. Ba'zi insonlar yodlay olmaydi, ammo tafakkur qilib o'ylashga usta bo'ldi. Anda bo'lganki, bolalarning ahvolini ko'rib, Qur'on yodlay oladigan, o'zining orzusi bor, qiziqishi bor bolani Qur'on yodlashga berish. Agar yodlay olmaydigan, qiziqishimi yo'q bolani majburlamaslik kerak. Chunki baliqni daraxtga chiqish uchun daraxtga chiqing deb majburlab 100 yil majburlasaqmi u daraxtga chiqolmaydi. U bir baliq daraxtga chiqolmaganlik uchun uni 4 baliq degil olmaydi. Chunki u suvni bizdan yaxshi üzüdi. Şuna hammasini o'zining sohasida qilish kerak. Suriyadagi farzandlarimizni davlat maktablariga berish eng afzal. Suriyadagi qarindoshlar farzandlarimizga dinimizni, ona tilimizni va fanniy bilimlarni o'rgatish uchun nihoyat zo'r kuch chiqargan. Hatto ular darsliklarni Uyg'ur tilida tuzib chiqib, muntazam diniy va fanniy darslarni o'tib kelyotdi. Suriyadagi qarindoshlarimizning bu tirishchanligini va qat'iy irodasini maqtashga tegishlik. Shundaqdimi, muarif katta bir muassasa, u davlatning qiladigan ishi. Biz qanchalik tirishsaqmi, baribir davlatning rolini o'ynay olmaymiz. Turkiya muarif jihatda, ya'ni Suriya muarif jihatda muqimlashgan, sistemalar o'rnatilib bo'lgan bir davlat. Uning ustiga diniy darslarning mukammalligi
Jihatdanmi Turkiyaning maktablaridan albatta yaxshi. Chunki unda diniy darslar ko'p. Yana kelib Suriyadagi farzandlarimizning arab tilini o'rganishi uchunmi zo'r foydali. Suriyadagi farzandlarimizning arab tilini mukammal o'rganishi ham diniy, ham fanni ilmlarda yetishib chiqishi bak muhim. Chunki biz qaysi davlatda turayli, shu davlatning tilini mukammal o'rganmay turib, biz hargiz bosh ko'tarolmaymiz, cho'ng ishlarni qila olmaymiz. Suriyada bizning ma'arif uchun qila oladiganimiz yotoqxona tuzumini yo'lga qo'yish va barcha kuchni, iqtisodni va iqtidorni muallimlar qo'shinini yotoqxonalarda bolalarni tarbiyalashga qaratishdir. Turkiyadagi eng ilg'or jamoatlarning buyuk g'alabasi buning bilan qo'lga kelganligini biz ko'rdik. Men 10 yil muallimlik qildim. Mushu muallimlik qilish jarayonida bolalarni kunduzi davlatning maktablariga biratdik. Kechlikda yotoqxonaga yig'ib olib, yotoqxonada yotqizib, maktabning darslarini takrorlatib, uningdagi o'zimizning diniy darsliklarni, milliy an'anamizni, tilimizni, qoida usullarimizni, tariximizni o'rgatdik. Shuning bilan bu bolalar ham fanniy maktablarda oldingi o'rinda turadigan va diniy jihatdanmi yetishib chiqadigan bunda bo'lganda, ya'ni Suriyada bizning qiladigan eng yaxshi ishimiz bolalarni Suriyaning davlat maktablariga berish va bizning barliq kuchimizni, iqtisodni, muallimlar qo'shinini hammani yotoqxonalarda bolalarni o'zimiz xohlagan bo'yicha o'zimizningki tarixini, dinimizni, tilimizni, madaniyatimizni o'rgatish bilan boshlasak eng yaxshi deb o'ylayman. Alloh taolo hammamizni yaxshi ishlarga muvaffaq qilsin. Amin.